Köygandan ko'ngan yomon. Abduri Mahinur Abdilim. Ovozda Rahila Musa, Tahirjon Yusuf. Karashtirgichi Aziza. 4-qism. Saodat shunda xiyollarni qilganicha damliq markalik kiyimlarni sotadigan soda sariyining oldiga keldi. O'ziga yarg'an ko'ynak, oyoqni bahosiga qo'sig'i og'rimayla rozimanlik bilan setib oldi. Sumkami oldi. Yana chechinimi bo'ytib oldi. Kashda qizini onasining uyiga avatib etib japtindi. Ko'ynak yarashimliq yasalgan chechi bilan bakmi yarashgan edi. O bugun yasinishning ruhiy kayfiyatga bo'lgan rolining naqadar muhimligini rastla tunib yetdi. O boshliq bilan ko'rishganda boshlig'i uning turqiga qarab mamnuniyat bilan kulimsirab qo'ydi. Ikkisi restoranning ayrim xonasiga salofat bilan kirib kelganda, ayrim xonada o'ltirgan 4 hurmat bilan o'rnidan turishdi. O'diqib, putlari titrayotgan Saodat o'ltirganlarga mundaqli qarab, o'ziga tikilib turgan ajoyib tonish bir jup ko'z bilan uchrashib qoldi. Voy, Saodat, xato ko'rmagandimi? Tayir, tinchlikmi? Ola bir haza gap qilolmay qarishib qoldi. Onun sizmi jiddiyleşib turgan Saodat bu tasodifiylikdan teg'imi gangirab, o'ng'aysizlanadi. Biz oliy maktabda 5 yil bir sinfda o'qigan saboqdoshmiz. Dedi Tayir o'ltirganlarga. Qandoq ko'risharman deb beshim qetib turadi. Mushkulim oson bo'ldi. Sorun kulki chaqchaqlar bilan boshlandi. Boshliq to'g'ri debdi ekan. Hech kim varaq ichadiganning gapini qilmadi. Faqat kelganlar orasida hurmatda cho'ngroq ko'ringan biri Saodatning boshlig'i bilan qandaqdir yer, to'xtam, o'ddigarlikning gapiga tushib ketdi. Bu ishning boshliq bilan nima munosabati borligini Saodat bilmasimi? Lekin deyilgan gaplar uning xizmat doirasidagi ishlar bo'lg'achqa, navbatida ancha-muncha gap qistirib o'ltirdi. Tayir o'rnidan qo'zg'alib, uning yeniga kelib o'ltirishiga, uning shuriki o'zi anglangudek darajada gupildab so'qib ketdi. Tayir uning oliy maktabdagi 4 yil yurgan sevgini edi. O'z vaqtida u bu yigitidan yuz o'rib, ne'matga tegib olgan. Ular shuningdan boshlab ko'rishmagan edi. Shunga Saodat uning ahvolini zinhar bilmaydi. Hozir uning burunqi, uruq, yovash, xijiljon turqidan asar muqammatdi. Tan qo'yib, samirib, boshqacha bir odamga o'zgaribdi. Boyatihi Tayir Jujanga amal yarashdimi degan gap bo'lingan edi. Qaraganda u Jujang o'xshaydi. Nima bo'lsa bo'lmamdi. Nemishqi bugun bu yerda uning bilan ko'rishib qolaman. U bu shaharda uzoqroq tursa, boshqa saboqdoshlar bilanmi ko'rishidi. Jamilaning cheydagi hilqi satchilikni, ajrashib ketganimni anglasa, toza bir kulib puxadan chiqadigan bo'ldi-da. Shularni o'ylagan Saodat alam bilan qursinib, beshini ko'tarib edi. Tayirning o'tdak yenib turgan ko'zlarini ko'rib, nega qarashini bilmay o'tiqib qoldi. Yillar Tayirning sirtqi qiyofatini emas, mijoz xarakterini o'zgartgan edi. Shu topda u Saodatning yenida o'diqib tamtirab turadigan xijilchan, yuvash yigit emas,
azroq majlis xarakterini olgan so'rin birdamdala oyoqlashdi. Saodatni Tayir opirib qo'ydigan bo'ldi. Ular uzun yil ko'rishmagan saboqdoshlar bo'lg'achqa hech kim boshqacha o'ylanmadi. Tayir sirtqa chiqib, esil qora mashinasini aylantirib akeldi. Saodat un-tinsiz mashinaga chiqdi. Uyim avum mahallaning. Bilaman. Dedi Tayir. Boshqa yerga elib qechib ketmayman. Texi bo'ldirqu. So'rinda gaplashgandakmi bo'lmadik. Uzoq yil ko'rishmay, oram bir uchrashganda dushmanlarni ishga yig'iz paranglashidi. Biz degan saboqdosh. Azroq ahvollashsak bo'la? Albatta. Obdan kepsan. Sharpinga cho'qim so'rin hozirlab yaxshi kutib olamiz. Shu chaqda paranglashadigan fursat chiqadi. Ammo hozir uyimga ketay. Tayir, meni tanglashda qo'ymasan. Tayir gapsiz qilmay mashinani haydab ketaverdi. Aradan shuncha vaqt ham shuncha ko'p ishlar o'tgan bo'lsa-mu, ularning orasida yanada bir xil yaqinlik bor edi. Tayir mashinani boshqa yoqqa haydab ketyapsa-mu, Saodatda na qo'rqish, na ansirash tuyg'usi bo'lmadi. Aksincha, xotirjam ko'rinadi. Mashina Ejvitish rayonining ozoda, keng yo'lida siliq ketib boradi. Nega mangdoq? Dedi Saodat. Mening bu kashda haqqi sen bilan birga ko'ringim yo'q. Bizni hech kim tonimaydigan yerga. Nima o'ylaydiganini yaxshi bilaman. Birdan bo'lsa hammani unutib ketdi. Mo'shundaq go'zal kechada ayrim birdan paranglashib olsak nima bo'ladi? Aramizda nima ish yuz berishidan qat'iy nazar, bu dunyodagi eng yaqin dil kishim yanalasan. O'z vaqtida ayrilib ketamiz deb kim o'ylagan? Ayrilib ketdik. Nurg'un go'zal aslamalarimiz qoldi. Kim bo'ladi? Bizga mo'shundaq bir paranglish fursati mangu kelmasligi mumkin. Shunga aran bir fursat kelganda qadrlayli. Hech bo'lmasa yana bir aslamamiz bo'lib qolar. Qarasam, xeyli cho'ng bo'lib, salmoqlashib qolganda ko'rinib eding. Bizga mushu yeshimizda ashundoq gaplar yarashamdi, Tayir. Yarashmasmi mayli Saodat. Bugun men yoshligimga qaytib, dardimni bir to'kib olay. Qarasamg'u dading bodakmi emas. Atrofingda odamlar Tojijon deb xushamat qilib turishadi ekan. Mashinangmi esilgan. Balkim chiroyli xotining, omoq bolaring bordi. Sana yana nima kamdi? Tayir mashinani Saodat azaldan kelibmi boqmagan ajoyib kengri bir bog'cha ichiga haydab kirib to'xtatdi. Bu qaya? So'radi Saodat. Sen bilmasan men biladimmi? Men tushgan mehmonxona avushi. Oqshom o'sha mehmonxonaning 12-qavatidagi yotqinning darisidan qarab bu yana ko'rgan. Ham fursat bo'lsa, avi o'rindiqda sen bilan birga o'ltirib, paranglashni orzu qilgan. Birdam o'ltirayli. Bo'lamdi. Saodat qizchaqlardek uningga ochiq bilan qiydab qarab qo'yib, o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Tayir mashinasidan ichimlik qutilarini oldi. Nemishqa uning kaynidan bu yerga kelib o'ltirdigandilar. O'z azini ayblab o'ltirsimi, lekin uning bilan paranglashishni o'zimi xohlaydi. Zumrat bilan kelar hafta sotdan ajrish hukmnomamiz chiqadi. Bilamsan,
yuqoridan mening xizmatimni mush shaharga yo'tkamoqchi. Avval ajrish ishimni hal qilib olib, o'g'limni akilib olaman. Zumrat, Saodat, Tayir uchaylan bir yurtliq saboqdoshlar edi. U maktabdagi chaqdala Tayirni shunchalik yaxshi ko'rardi. Tayir Saodat bilan yurgandan keyin ularning orasiga ko'p so'g'uqchilik solgan. Saodatning oqisidimi o'sak gap taqitib, bakmo alam qilgan edi. Oxiri tepishib tikansizlar-da, dedi Saodat hayron bo'lib. Shu chaqda kimnili olsam o'xshash edi. Sening alamingda xeyli uzoq ochiq yotib yurdim. Shundoq o'tib ketadigan bo'ldim degan. Undoq degilimi bo'lmaydi ekan. Aman o'ylindigan ishgan. Shunga oldimga kelganini oldim. Sencho anglasam ajrashib ketibsan. Shuni yuzimga sag'ila oldirib ketdingmi? Ha, baxtsiz bo'lib qoldim. Erim tashlab ketib yig'lab qoldim. Sana qilganlarimga ming pushaymon qildim. Sen mushu gapni anglamoqchiding-ku deyman. Ajrashgan bo'lsang nima bo'pti? Mening beshimdan nurg'un issiq so'qoqlar o'tdi. To'g'ri tushunmaydigan nima ish bu? Ayni chaqda sening qilganing uchun ranjimayman. Hozir hech nimani o'ylag'im yo'q. Faqat yenimda sening bo'g'ining. Mushu o'ltirganimizning o'zi men uchun cho'ng xushalliq. Har ikkisi gap qilmay bir haza o'ltirdi. Saodatning g'amkinligi, tushuniksiz ko'ngil g'ashliklari asta-asta taqab ketayotdi. Tayirning har bir qarashlari, har bir so'zi Saodatning qog'jirgan qalb etiziga tamchi-tamchi bo'lib singmoqda. Har ikkisining o'shiq gapni qilg'isi yo'q. Xuddi intayin larzon bir kuyni berilib anglab huzurlanayotgandek un-tinsiz, ammo shirin bir xil tuyg'uda o'ltirishadi. Men ketay, dedi Saodat. Dadingni mo to'kmagan. Har ikkimiz dadimizni ichimizga jutib o'taylik. Buningdan keyin menimi izdama. Balkim saboqdoshlar yig'ilib seni kutib olamiz. Ayrim ko'rishmayli. Yaxshi odat. Bu ko'rishishimizning boshlanishi. Buningdan keyin davomli seni istayman. Balkim ajrish hukmnomasizni qo'limga olsam, birinchi bo'lib qiladigan ishim senga to'y taklif qo'yish bo'lishi mumkin. Mening o'z vaqtidagi bo'shanliqim, yavaşliqim har ikkimizni baxtsiz qildi. Hayotning menga ikkinchi qitim ato qilgan fursatini cho'qim qadrlayman. Seningcha mumkinmi? O'zimizga bog'liq. Meningcha tamoman mumkin bo'ladi. Endi bo'la. Yoshliqingga qaytib elishing mushagicha bo'lsin. Men mangay. Apirib qo'ymasangmi bo'ladi? Taksi to'sib ketaman. Moshiyadan seni taksiga chiqarib qo'ymanmi? So'randa bir aql tansi o'ynab qolgan ayollarni apirib qo'yish yo'limiz bor-ku. Saodat. Mashinada yenimda seni ko'rib menishni. Mushu mashinani olgan chig'imdala arzu qilgan edim. Saodat kulib qo'ydi. Tartishmayla mashinaga chiqdi. Tayir musiqani qo'ydi. Oldin tayyorlangan atamalim Abdulla Abdurahimning Tunji muhabbat degan naqsi yangradi. Bayatdan beri zo'riqib, so'qiqqan, tamkin bo'lgan Saodatning to'satdan ko'z yoshlari butun vujudidan davrab kelib, to'xtayolmay qoldi. Axir yig'isini erkin qo'yibdi.
Tayirmu mashina oldidan bir xushbiroq qog'ozni elib, uningga tutqizib qo'yib, boshqa gap qilmadi. Saharda ko'zini ochgan Saodat ko'nglidagi barliq parishonlik tumanlari taqab, ajoyib baxtiyorlik tuyg'usining dariza yo'chiqlaridan kirgan salkin bahor shamollaridek azobdan siqilgan qalbining qat-qatini sipab o'tayotganini his qildi. U bundaq tuyg'ularni qachonlarda his qilganligini aslayolmaydi. Sabiy chaqlarida maktabdan yozliq lagerga ochqadigan kuni shu yeshigacha uydan ayrilib boqmagan Saodat atdigan qo'pibla ajoyib baxtiyorlik tuyg'usiga cho'milgan. Xo'shallikdan qig'ili qiliq topolmay, og'zini yumolmayli qolgan edi. Oliy maktabga kelib, yotoqqa o'rilishib, karvetida yotgan, tunji yotgandimi, shundoq tuyg'uladi bo'lgan. Tayir o'ziga sevgi taklifi qo'ygan kuni yana tunji qitim bog'chada uni quchoqlab turib suyib olgandimi, shundoq tuyg'uda bo'lgan edi. To'y qilgan 10 necha yildan beri u bu tuyg'ularni jittirib qo'ydi. Nurg'un saharlarni kechacha uyqusiz, azob hasrat bilan kutib oldi. Yuragidagi azob chiroyiga tepib chiqib, go'zal ruxsari hasratlik, mungluq tus oldi. Tatliq aslimalar qalbining cho'nqur qatlamlariga ko'mildi.